Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana 3-iyun sanasida o'z xonadonimizda ham kavrak dimlash ishlari olib borilyapti. Shu bilan birgalikda mana o'zimizning qo'shnimiz o'tgan yili 1000 ta erkakdan kerak bo'lsa ustun ishlarni qilgan ayol kishining xonadoni. Bu ayol kerak bo'lsa erkaklardan ziyod ishlar qiladi. Sababi bir yilda bizdan ko'chat oladi-yu, shunaqa mehnat qilib bor vujudi bilan parvarish qiladi-yu, o'sha parvarish qilgan ko'chatlarni o'sha yilda o'zida bir yil o'tib kavraklarni kesib hosilini oladi. Mana isboti bilan hozir mana shu o'tgan yil bizdan kavrak ko'chatlarini olib, mana shu yerda ekuvdi. Bu yerda qolaversa mana bu yerda agorodini o'zini ortiqcha joylariga suv berib, mana yomkisda aziz obunachilar, yomkisda suv berib, sho'r suv berib, spetsalni o'zi tayyorlagan. Hovlisini ichkarisini ham ko'rsatamiz. Hozir endi vaqt ko'p ketmasligi uchun tashqari hovlilardi va mana bu hozir kardonlash ishlari olib borilyapti. Mana shu yerlarda videosini qo'yib boramiz. Usta aka, xormang, yaxshimisiz? Salomat bo'ling, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Usta aka, o'zingizni tanishtirib yuboring bir obunachilarimizga. O'zimizni tanishtiradigan bo'lsam, men ana shu Dehqonovati o'zida ishlayman. Aha. Ismingiz nima? Ismim Gulboy. Gulboy aka, qaysi qishloqdansiz? Konsoy Jarmadanman. Ha, Konsoy Jarmadansiz, ha? Necha yildan beri ishlaysiz? Bizlarga endi 2005-yildan beri shu kavrak boshlangan bo'lsa, 2005-yildan beri ishlab kelamiz. Ustasiz, ha? Hozir birdan kavrakni dimlashdan turib, birdan kardonlab, birdan birinchi kesimni ham boshlab beryapsiz. Yo'q, dimlashimiz bir 20 kun oldin dimladik. Aha, yo'q, dimlash tugagandan keyin sirazi hozir kardonlab, birdan birinchi kesimni boshlab yordingizmi? Boshlab yoryapmiz. Aha, boshlab yordingiz, ha? Mahsulot chiqadigan vaqt keldi. Aha, endi o'z bozorlarda ham donaklar chiqib qoldi. Endi chiqib boshladi. Endi qaysi biridan boshlab bir ikkitasini ko'rsating qani, birinchi kesim qanday kesildi? Birinchi kesimlar. Mana birinchi kesim. Tokcha kesdingiz, ha? Bu ko'chatlarni mendan olib ekkan bu ayol. Sizga aytdimi, aytmadimi? Bu yetilgani juda ham yaxshi yetilibdi. Mana 10 litrlik baklashkani og'zida yetilibdi. Mana aziz obunachilar. Mana bular endi kichkinalari. Ha, bular hammasi har xil. Bular sal maydarog'i. Buni tokcha kesdingiz, ha? Xuddi shunday. Bu birinchi kesimmi, usta? Albatta birinchi kesim. Endi buni katta kichikligiga qarab, ob'yomga qarab kesilaveradi. Aha, ob'yomga qarab kesaverasiz. Birinchi kesimda imkon qadar sal kichikroq kesgan afzal emasmi? Xuddi shunday-yu, endi mana bu yerlarga qarasangiz ozgina jarohatlangan. Bu jarohatini ham birdan olib kesmasangiz, bu yerdan havo so'raydi, yerda qurib boshlaydi. Kavrak ildizni o'zi quriydi. Siz o'sha jarohat hisobidan buni qalinroq kesdingiz, ha? Hisobidan ana shunda kesyapmiz. Agar yosh kavrak kesuvchilar bo'lsa, albatta birinchi kesuvda qanday kesish kerak? Shu albatta agar chertib kesishni bir ko'rsatsangiz bo'ladi, sekingina nimalarni endi kichkinagina. Hozirlish jarayonida sal jarohat olmagan bo'lsa, bemalol ozgina kesaversa bo'ladi. Mana hozir kesilgan, buni birdan haydayapti. Bunda ham ozgina hokov tekkan joyi bor ekan-da. O'sha hokov tekkan, jarohatlangan sal joylarini birinchi sal qalinroq kesasiz. Ha, shunda ozgina qalinroq kesib olmasa, u ertaga shu joydan havo so'raydi-da, keyin qurib boshlaydi. Chitir bo'ladi. Chitir bo'lib qoladi. Tushunarli. Chitir degani o'sha irtig bo'lib qoladi. Aziz obunachilar, qani ko'rsating qani yana yaxshi bir birinchi kesim kesilganidan. Mana bular endi o'sha ozgina chertilgan, ha, bular. Ana shunday. Bular original chiqadi. Bularni kalbasa qilib kesasan dedimi? Yo'q, bularni endi farqi yo'q. O'zing bilganingni kesaver dedi. Siz nima planingiz nima? Plan kalbasa qilib urasizmi? Yo'q, bularni sekin-sekin tokchadan keyin kalbasaga o'tib ketadi. Bular nechta kesasiz, xudo xolasa? Ularni xudo xolasa 30-35 kesamiz. Ha, 25 dan 35 gacha, ha? Xuddi shunday. 25 dan 35 gacha mana kardonlar maxsus qirqilgan. Nechta kavragi bor ekan bu yerda endi? 1200 ta kavragi bor ekan. Hop, shu 1200 ta. 1200 ta kavragi bor ekan. Ha, tushunarli. Usta, endi mana bu hozir sahalgina shaboda bor-ku. Xo'p. Hech narsa qilmaydi. Yo'q, bular hech narsa qilmaydi. Shaboda hech narsa qilmaydi. Shaboda asosiy kavrak keskanda ko'kartiradigan narsalar nima?
ko'kartiradigan narsa asosan bizni nimamizda chang to'zon bo'lib qolsa shu narsa G'ubor. ko'kartiradi. Ha. Chang, to'zon bo'lib qolgani bo'lsa, ana shu g'ubor bo'lgani tog'diki shu ko'kartiradi. ko'kartiradi. Keyin ham undan keyin pichoqda birinchi o'rinda. Aha, pichoq haqida ham tushuntirib Ha, ketsangiz. Pichog'imiz mana nimalari hol birinchi kesimga nimalar yaxshi toza bo'lmagan, juda toza bo'lishi kerak. Top-toza bo'lishi Top-toza kerak. bo'lishi kerak. Top-toza bo'ladigan bo'lsa, pichoq urib qolmaydi-da. Kesilgan joyiga pichoqni rangi uradigan bo'lsa, iloji boricha og'in pichoq bilan kesish kerak. Aha, tushunarli. Bu cho'tka nima uchun? Cho'tka endi bu narsani tozalab, qanchalik o'sha kundamiz toza bo'ladigan Mahsulot sifati- mahsulot ertaga sifatli bo'lib chiqadi. Aha, rahmat aka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Hali sizni oldingizga kelib bezor ham qilaman hali xudo xohlasa. Mayli. Bizni YouTube'da ko'rib turasizmi? Ko'ramiz. Malades, gap yo'q aka. Bu yerda o'g'lingiz ham ishlayapti. Ha, Mana aziz obunachilar, bu yerga kavrak urug'laridan ekuvdilar, o'zlari ko'chat qilib yetishtirish uchun. Hozir mana bu yoqni ko'rsatamiz. O'g'illari ham ishlayapti. Mana. Bu yerda aziz obunachilar, bu yerda ham dimlanyapti kavraklarimiz. Mana shu o'sha qo'shnimiz ayol kishi. Mana. Va alaykum salom. Dimlayapsanmi? Malades. Aziz obunachilar, bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.